Yarim kecha soat 12 dan keyin olingan raspakovka. Bilasizlar, Rossiya ham shopping qilishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham hamma ishlarimni qilib, tinchitib, bolajonlarimni uxlatib, mazza qilib raspakovka qildim. Bu tapchikalarni Milana bilan Safinaga zakaz qilgandim. Cho'ta turishidan ko'zimga katta ko'rinuvdi. Kiydirib ko'rsam faqat ko'rinish katta ekan, xolos kiyib yurishibdi hozir. Ikkalasini 16 mingga oldim. Zo'ra. Bu fanachalarni ham Milana zakaz qilgandi. 16 talik rasmlari ko'rsatadi. Bolaga o'rgatishga zo'r ekan. Hayvonlar, ovqat turlari, yana bir nimalarning rasmlari bor. Ikkalasini 14 mingga oldim. Buni prosta magazinga chiqqanda bolalarni batutka olib chiqqanda olaman deb zakaz qiluvdim, lekin rosa yoqda sifati ham, cho'ntaklari ko'pligi ham zo'r ekan. 21 mingga oldim. O'zimizda necha pul shunaqalar? Bu tuflini kiyish rosa qulay ekan, o'sha kiyishni boshladim. Oyoqda qimmat ko'rinar ekan, lekin men salkam 50 mingga oldim. Xitoy bilan ishlash vobshe mazada boru. Meni 100 dan ortiq o'quvchilarim o'sha onlayn shop ochishib, daromad yaxshiligidan tinmay duo qilishadi meni. Bu tapchikani ham sezoni kelib qoldi, o'shancha oldim 35 mingga. Bularga futbolka ham zakaz qilib yubordim, 21 mingga keldi. Doim qizlarimni egizakdek qilib bir xil kiyintiraman deyman, hech o'xshamaydi. Xullas shu ko'ylakchalarni oldim, asal ekan, 60 mingga ikkitasi keldi. Bu shim rosa yoqda o'zimga, aynan shu rangini xohlagandim, 43 mingga oldim. O'zimizda shimlarning narxlari 100 mingdan tepaligini bilaman. Aniq narxini agar bilsanglar, yozib yuborsanglar yaxshi bo'lardi. Siz ham shunaqa arzon narxlarda Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentlarda 35 raqamini yozib qoldiring.